Hindistan Airways aviakompaniyasi bortida ko'rishdan mamnunmiz. Assalomu alaykum hurmatli yo'lovchilar, xonimlar va janoblar. Qizlar akademiyasi bortida sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Xavfsizlik kamarlarini taqing, o'rindiqlarni tik holatga keltiring. Sizlar bilan oldinda uzoq parvoz qilamiz. Parvoz davomida men Iroda Mamadaliyeva sizning bort kuzatuvchingiz bo'laman. Men Iroda Mamadaliyeva xalqaro toifali bort kuzatuvchisiman va 2023-yildan buyon aviatsiya sohasida o'z faoliyatimni yuritib kelaman. Hozirda aviatsiyaga tayyorlov va Aeropass Academy bo'lajak bort kuzatuvchilar tayyorlash akademiyasini rahbari va asoschisiman. Bugungi kungacha akademiyamiz bitiruvchilar orasida 150 dan ortiqlari allaqachon aviakompaniyalarda ish boshlab o'z parvozlarini qilishmoqda. Agarda siz ham bort kuzatuvchisi, ya'ni styuardessa bo'lishga qiziqadigan bo'lsangiz, ushbu darslarimizni tomosha qiling va men sizga imkon qadar barcha ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilaman. Bugungi birinchi darsimiz bort kuzatuvchilik kasbi o'zi nima va xalq orasidagi ko'plab uchraydigan stereotiplar haqida bo'ladi. Bort kuzatuvchilik kasbi bu bevosita samolyotlar bilan bog'liq. Ko'pchiligimiz yoshligimizdan samolyotlarni tomosha qilganmiz va samolyotlarda uchish, o'sha yerda ishlash orzusi bo'lgan. Bort kuzatuvchilik kasbi aynan samolyot ichidagi xizmat ko'rsatuvchi xodimlar bilan aloqador. Agarda siz bort kuzatuvchi yoki styuard yoki styuardessa bo'ladigan bo'lsangiz, sizning vazifangiz bevosita samolyot bilan bog'liq bo'ladi va aynan bort ichida, aeroportda yoki aeroportdan tashqaridagi ishlarga siz mas'ul emassiz. Sizning asosiy vazifangiz samolyot ichida yo'lovchilar bilan birga bo'ladi. Ya'ni ularning xavfsizligini ta'minlash va ularga xizmat ko'rsatish. Shu bilan birgalikda aviakompaniyani yuzi sifatida aviakompaniyani boshqalarga taqdimot etuvchi xodimlar hisoblanasiz. Bort kuzatuvchilik kasbiga barcha ishga topshira olishi mumkin. Albatta, siz agarda bu kasbga to'g'ri kelsangiz. Bu haqida ham kelasi darslarimizda tanishtirib o'taman. Hozir esa keling, xalq orasida yuradigan ko'plab stereotiplar haqida gaplashamiz. Asosiy stereotiplardan biri bu styuardessa bo'lish uchun qandaydir oliy ta'limni tugatgan bo'lish kerakligi. Bu haqida aytadigan bo'lsam, siz bu kasbga kirishingiz uchun hech qanday styuardessalikka tayyorlov universitet yoki institutlarda o'qigan bo'lishingiz shart emas. Talablari va boshqa aviakompaniyaning maxsus talablariga javob berishning o'zi yetarli. Agarda sizda bu kasbga to'g'ri keladigan barcha xususiyatlar bo'lsa, bemalol universitet diplomisiz ham ishga kirishingiz mumkin. Keyingi stereotipimiz bu styuardessalar turmushga chiqishi mumkin emas. Albatta, bunday narsa aviatsiya sohasida yo'q. Chunki sizni oila qurishingizga hech qaysi kasb to'sqinlik qila olmaydi. Faqatgina aviatsiya sohasida shunday taqiq bor. Agarda siz oila qurganingizdan keyin farzand ko'rish arafasida bo'lsangiz, ishlash mumkin emas. Bu sizni sog'ligingiz bilan aloqador holat hisoblanadi. Ammo aviatsiya sohasida bort kuzatuvchi bo'lib ishlash davomida istagan paytingiz ishingizni to'xtatishingiz va oila qurishingiz mumkin. Bu vaqtda sizni aeroportdagi boshqa sohalarga o'tkazishadi yoki bo'lmasam o'zingiz onalik ta'tili olishingiz ham mumkin. Undan tashqari, ko'pchilik o'ylaydiki, bu kasbga kirish uchun siz kamida 5 yoki 6 ta tilni bilishingiz kerak. Aslida esa unday emas. Siz hatto faqatgina ingliz tili bilan ham ishga kirishingiz mumkin. Qanday qilib ekanligini esa keyingi darslarimiz albatta tushuntirib beraman. Keyingi stereotip esa bo'y haqida. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu kasbga kirish uchun bo'y juda ham baland bo'lishi kerak deb. Aslida esa unday emas. Siz bu kasbga kirish uchun bo'yingiz eng kamida 158 yoki 160 cm dan boshlansa yetarli. Bort kuzatuvchi bo'lib ishga kirganingizdan so'ng siz maxsus trening, ya'ni samolyotda ishlash uchun maxsus o'quv dasturlarini olasiz. Bu dasturlar davomida siz samolyotda qanday qilib xizmat ko'rsatish, qanday qilib xavfsizlik vositalaridan foydalanish va favqulodda vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligini o'rganasiz. Bu o'qish taxminan 40-50 kun davomida davom etiladi va siz butun kurs davomida bu kasbga tayyor holatga kelasiz. Samolyot ichidagi vazifalaringizga keladigan bo'lsak, bilasizki, samolyotda bort kuzatuvchilardan boshqa mutaxassislar bo'lmaydi. Ya'ni hech qanday shifokorlar ham yo'q, o't o'chiruvchilar ham yo'q yoki bo'lmasam boshqa soha mutaxassislari bo'lishi juda ham kamyob.
Agarda bunday mutaxassislar yo'lovchilar orasida bo'lmasa, siz faqatgina yolg'iz bo'lasiz. Bu degani, agarda samolyotda qandaydir noxush holatlar paydo bo'lsa, albatta bu holatni oldini olishi kerak bo'lgan inson siz bo'lasiz. Masalan, yo'lovchilar orasida kimdir betob bo'lib qoldi, balkim qon bosimi pasaydi yoki bo'lmasam qandaydir tibbiy holat kechmoqda. Bu holatda birinchi yordam ko'rsatish albatta sizning vazifangiz bo'ladi. Agarda siz mana shunday holatlarda birinchi yordam ko'rsata olmasangiz, bu aviakompaniyaga juda ham katta minus olib keladi. Undan tashqari, siz o'zingizning kasbingizni suiiste'mol qilgan bo'lasiz. Parvoz davomida bunday holatlar juda ham ko'p kuzatiladi, chunki samolyotda havo bosimi juda ham yuqori bo'ladi va turli xil kasalliklar yuzaga chiqish ehtimoli oshadi. Masalan, o'zimning parvozlarim davomida ham bunday holatlar juda ham ko'p bo'lgan va har doim yo'lovchilarga birinchi yordamni biz, ya'ni bort kuzatuvchilari ko'rsatganmiz. Undan tashqari, samolyotda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarni ham e'tiborga olishimiz kerak. Masalan, deylik, samolyotda qandaydir yong'in chiqsa, uni oldini olish kerak bo'lgan inson ham siz bo'lasiz, ya'ni o't o'chiruvchi yoki bo'lmasam xavfli holatlarda birinchi yordamni ko'rsatuvchi va birinchi harakatni boshlovchi inson siz bo'lasiz. Lekin bunday holatlar har doim ham kuzatilmaydi. Bunday holatlarni yilda 1 yoki 2 marotaba uchratishingiz mumkin. Ammo sizni bu kasbda ishlashingizdan eng asosiy maqsadingiz bu yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi. Sizning bort kuzatuvchisi sifatidagi keyingi vazifangiz albatta yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish. Samolyotga chiqqanlar, parvoz qilganlar bo'lsa bilishadiki, samolyotdagi yo'lovchilarga ichimliklar va yeguliklar parvoz davomida tarqatiladi. Aynan bu ham sizning, ya'ni bo'lajak bort kuzatuvchilarining asosiy vazifasi hisoblanadi. Parvoz davomida bort kuzatuvchilar samolyotning turli xil nuqtalarida ishlashadi. Agarda siz oshxona bo'limida ishlasangiz, sizning vazifangiz yo'lovchilarga ovqat tarqatish paytida ovqatlarni isitib berish va ularni tayyorlab berish vazifasi bo'ladi. Agarda sizning joyingiz samolyotning boshqa qismlarida bo'lsa, unda ham sizga belgilangan vazifalar bo'ladi. Undan tashqari, styuardessalarning asosiy vazifalaridan biri bu yo'lovchilarni ruhiy holatini ham nazoratga olish. Shunday holatlar bo'ladiki, parvozdan qo'rqadigan yo'lovchilar yoki bo'lmasam parvoz davomida vahimaga tushadigan passajirlar ham bo'ladi. Ana shunday holatlarda siz ularni tinchlantirishingiz va parvoz xavfsiz o'tishiga ularning ishonchini komil qilishingiz kerak. Bunday holatda esa sizdan psixologik tayyorgarlik ham talab etiladi. Ya'ni yo'lovchilarni parvoz xavfsizligiga ishontirish yoki ularni parvoz davomida o'zlarini erkin his qilishlari ham sizga bog'liq bo'lib qoladi. Bundan tashqari, yo'lovchilarni xavfsizligini ta'minlashdan boshqa sizning juda ham ko'p boshqa vazifalaringiz bor. Masalan, siz aviakompaniyani yuzi hisoblanasiz. Aviakompaniya formasida aviakompaniyani reputatsiyasini ko'tarish aynan sizning vazifangiz bo'ladi. Shuning uchun ham aviakompaniyalar o'zlarining forma intizomlariga juda ham qattiq e'tibor berishadi. Bugun siz bilan umumiy ma'lumotlarni o'rganib chiqdik. Keyingi darsimizda o'zbekistonliklar ishlashi mumkin bo'lgan aviakompaniyalar haqida gaplashamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Sizlarni Uzbekistan Airways aviakompaniyasi bortida ko'rishdan mamnunmiz.